Qaysi mashhur inson bilan kursash bo'lishni istagan bo'lardingiz? Kendall Jenner bilan kursash bo'lgan bo'lardim. Agar imkoni bo'lganida Mustafa Kamol Otaturk bilan bo'lgan bo'lardim. Ammo lekin bu bolani kelajakda katta odam bo'lib ketishini yoshligidayoq bilgandim. Mashhur ispan qo'shiqchisi Enrique Iglesias bilan. Dunyo yulduzlaridan bo'lsa Dua Lipa bilan birga kursdosh bo'lgan bo'lardim. Eng mashhur kursdoshim Baxtiyor aka. Rais buva, bu nima deganingiz? Hind aktyori Shohruxxon. Elon Musk bilan. Xo'sh, men nima deyotgan edim? Donald Trump. Rais buva, Oskar Hoshimov. Steve Jobs bilan. Lili Roza Depp bilan kursash bo'lishni xohlardim. Mashhur insonlardan men Garri Potter bilan kursash bo'lishni xohlardim. Nimalar bo'lyapti rais buva? Agar iloji bo'lganda Steve Jobs degan bo'lardim. Afsuski, u odam hozir bizda bilan emas. Boshlovchi va sharhlovchi Xayrulla Hamidov. Bunaqa gaplaringiz yo'q edi-ku.